Gruppadoshlar, assalomu alaykum va rahmatullohi hammaga. Ro'zani 5-kuni muborak bo'lsin. Shu yerda 9,5 soat dam oldik. Hozir seminarni ochib qo'yaylik. 9 soat 27 minut o'tdi. Bismillahirrohmanirrohim. Seminarni ochamiz, ketamiz. Распечатка kerak emas. Вот водитель один. Начало страна. Italiyada Fransiyagacha 75 kilometr bor. Iziga qaytamiz. 1 2 okey. Molotok. Mashina 10 minut Molotokda turadi. Ketamiz keyin. Bitmitlar yo'l dalaga chiqib hozir uyquni qochiramiz. Xudo xolasa do'stlar, uxlab turdik. Italiyada Turin degan shaharga yaqinroq joyda turibmiz, tog'lar orasi. Shu yerda 9,5 soat dam oldik, 9,5 soat ketamiz. Xudo xolasa bu videoni qilishdan maqsad bugun Italiya bilan Fransiyani bog'lab turayotgan Alp tog'larida, ya'ni tog'lardamiz. Alp, Yevropada Alp degan tog'lar bor. Italiya, Fransiya, keyin Shvetsariyada bir-biriga chegarada joylarida Alp degan tog'lar bor. Alp 3 ta harf. Shu tog'larda Italiyadan Fransiyaga o'tayotgan joyda tog'da ustida cho'qqida 13 kilometr. 13 kilometrlik tunnel bor. 12 kilometr 600 metr, salkam 13 kilometr. Shu tunneldan bugun o'tamiz. Yevropada eng uzun tunnellar tog'larda yo yerda tayda tunnellar Norvegiyada 20 kilometrlik tunnel. Bu ham Italiya va Fransiyani bog'lab turadi. Tunnelning oti Monte Blanco, ya'ni Mont Blanc tunneli. 13 kilometrlik tunnel. Tunnelgacha 75-78 kilometr bor. 1,5 soatlik yo'l salkam tog'da tunnelga borib, hozir tunnelga yetmasi, tunnelga 40 kilometrmi 43 kilometr qolganda tiket olinadi pastdan. Monte Blanc tiket deb yozib qo'yibdi. Tiket olinadi, tiketni ko'rsatib tunneldan o'tib ketamiz. Ya'ni 13 kilometr Italiya va Fransiyani bog'lab turayotgan Yevropadagi eng uzun tunnellardan bittasi Monte Blanc bo'ladi. Xudo xolasa hozir shu tunnelga boramiz. Gruppadoshlar shu yerda mana mashinada bir tekshirib plombalar turibdi. Xudoga shukr, salarkalar joyida. Alhamdulillah. Xudo xolasa yuramiz. Zapaskalar joyida, balonlar joyida. Kecha bir yo'l yo'q ekan, kechqurun bir 20-30 kilometr juda mayda yo'ldan o'tdim-da, qarab chiqayotgan balonlarga. Salarkalar joyida. Bu yerga ham bir qarab olaylik, salarkalar, balonlar, salarkalar joyida. Yuramiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim deb hozir tiket olayotgan joyga boraman. Bismillahirrohmanirrohim. Tiketni qaytib olinadi. Mont Blanc tunnelidan qaytib o'tiladi. Hammasini ko'rsataman sizlarga. Inshaalloh. Bu kichkinagina tunnel, hali Mont Blanc tunneliga borishimizgacha ancha bor. Ancha masofa bor. Shu tunnel ham salkam 1,5 kilometr ekan. Monte Blanc tunneligacha 68 kilometr qoldi. Italiya bilan Fransiyani bog'lab turadi do'stlar.
Bizda endi tunnel ham ko'p bo'ladi-da. Keep right, then your destination will be on the left. Montblanning nimasiga. Hoppa. Montblan'ga tiket sotib olayotgan joyga keldik. Через 300 метров возьмите правее, чтобы начать движение в Бачне. Mana shu parkingdan, yosh parkingdan yo keyingisi. Ikkita parking bor-da, shu birovidan tiket olib ketamiz nasib bo'lsa. Inshaalloh. In 600 meters, turn left. Bir yerdan bermaygan, keyingisidan beradi. Kallaga so'rayman dedim, ama keyingisidan olamiz adashmasam. Ish yerdan berilar ekan. Через 500 метров поверните налево. Your destination is on the left. tiket topib chiqamiz adashmasam bir borayin qani nima degan. Badoshlar aytdim-ku, o tarafdagi parking ekan. Unisi deyapti. O tarafdagi parkingdan olasan deyapti. Короче, mana shu ko'pirning tagidan o'tsa parking bor yana. Shu parkingdan olin ekan. Shu parkingdan tiket olasan dedi, politsiyalardan so'radim. Bu yoqdan olasan deyapti. Politsiyalar turibdi, shular Через 400 метров ketkazyapti. начните движение по
qo'yibdi-ku, har bitta chiziqqa bitta mashina turadi degan. 9 soat, 11 soat damdab ketadi degan. Ham parking ekan, ham anavi ekan. Ham litsenziya nima beradi. Az mana ularga ko'rsatamiz, tikitni bormi, yo'qmi, tikitni olishda ko'rsatamiz. Keyin короче, nima deydi, bo'yna zabronирование qilingan kodni ko'rsatamiz. Ha, bo'ladi desa, yurib ketaveramiz. Shunday gaplar do'stlar. Yuringlar. Bro, good morning. Say I need ticket. This is проигрывание код. Box, no problem. Aha, Stop the box, look. okay, thank you. I am first. Which I'm betting she quello davanti. Короче, mana shu yerdan olingan ekan do'stlar, hozircha shu yerdan oldin o'tganman, просто 1,5 yildan beri Mont bilan tunneldan o'tganim esimdan chiqib ketgan edi. Mana shu yerdan boksdan olasan deyapti. Ey, opa turibdi ichkarida. Hozir ko'rsatamiz. Thank you. This is This number and the ticket. This number and the ticket you pay online. I pay. Online. No, yes, I have code. Code. Okay. Yes. Thank you very much. Good, good. This is here? What time is it? What time? What time? Короче, menga mana bu anavi ham berdi-da, mana qarangizlar mana. Mana bu oynaga euro 6 degan yopishtirib qo'yasan deb berdi. U tarafida hali tushsam pastga ko'rsataman. Euro 6 70 dan oshirish mumkin emas mana. Mont bilan, ya'ni 13 kilometrlik tunnel ichida 70 dan oshirish mumkin emas-da. Shuni berdi. Boryapqa. Tikitni berdi, o'zing barib yerda ko'rsatasan dedi. Zabronирование kod bor, ko'rsatib o'tib ketamiz, xudo xolos. Stopga ham to'xtamadik, ko'rdingizlarmi? Ya mashallah, odam xursand bo'lgan paytda zinaklarga qarashim esidan chiqib ketadi. Boraverak, Mont bilan tunnelda yerdan tikit olib, tunnelda ichidan o'tishni ko'rsataman, xudo xolasa. Guruhdoshlar, Mont bilan tunneligacha yana 21 kilometr qoldi. Xudo xolasa boya tikit berdi dedim-ku, mana shu tikitni berdi-da mana. Boya bergan tikiti sizlarga ko'rsatilmadi, hozir yana ko'rsatib qo'yaman. Euro 6 degan manada do'maloq belgini berdi, keyin tikitni berdi. Shu tikitni ko'rsatib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Tikitni ko'rsatsak ham bo'ladi, keyin telefonda broирование, ya'ni Mont bilandan o'tishga yo'l, Mont bilan tunneldan o'tishga pul to'langanligi haqida zakazana nomer bor. Shu nomer bilan shuni ko'rsatamiz inshaalloh, shu bilan o'tamiz. 20 kilometr qoldi. Hozir juda opasni, xavfli burilishlar bor oldimizda, riski burim. Chunki tog'ni usti cho'qqidan Italiyaning Alp tog'larining ustida Mont bilan tunnel bo'lsa, shu tunneldan o'tamizda. Tog'ni ustida joylashgan, Italiya va Fransiyaning chegarasida. Tog'ni ustida, chegarada joylashgan tunnel. Xudo xolasa hozir borib, hozir yo'llari chiroyli joylari bo'lsa sizlarga ko'rsataman. Mana tunnel endi Mont bilan o'zi 13 kilometrlik tunnelga borgunchagacha ham mana shunday mayda tunnellar juda ko'p-da. 3 kilometr, 1 kilometr, 500 metr, 2 kilometr, 1,5 kilometrlik mayda tunnellar ko'p. Hozir shunday tunnellardan o'tyapmiz. Yana 19 kilometr qoldi, xudo xolasa. O'sha tunneldan chiqasiz, yana tunnel. Tunneldan chiqasiz, yana tunnel boshlanadi. Mana shunday do'stlar. Avganga chiqyapti, bitta mashina o'tib ketsin, shashilyapti ekan. Skanni
chunki firma nima deydi, firmani ограничение motorga qarshilik qo'yib qo'ygan. Mashinamiz inishda podiyom tekis yo'lda 80 dan gazlasangiz ham oshmaydi. İniş joylarda, spust joylarda 85 ga o'zi inadi, bo'ldi. Lekin mana shunday yurganda gaz dakansa bossangiz ham 85 ga ham 81 ga ham ko'tarilmaydi, 80 dan oshmaydi mashin. Mashin 80 dan oshmaydi. Keyin Yevropada furalarga tezlik 3,5 tonnadan baland mashinlar tezligi 90-91 ham haydash mumkin emas. Vazni 3,5 tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobillarini 90 dan oshirish Yevropaning Lubay yo'lida eng baland tezligi 90 do'stlar. 90 dan oshirish mumkin emas. Bizaki 80 yuradi ular xudoga shukr. Sekin yursang uzoq yurasan deydi-ku, shundan alhamdulillah. Mana shunday gap. Hammadan qolib ketsak ham asta-asta boramiz, 4 soat kech bo'lsa ham deydi-ku. Bir taraflama shu 80 qilib qo'yibdi ограничение. Endi Scania'lari bor, Girtikani ham 85, boshqa Manlar, Volvolar 82 ограничение. Просто bu Mercedeslarga, Mercedes markali yuk mashinalariga, Euro 6larga 80 qo'yib qo'ydi-da. 80 dan motorni o'zi miyasiga 80 urib qo'ydi, motor 80 dan oshig'iga yurmaydi. Mana shunday gap. Tunel tugaydi, yana tunel tugaydi, yana tunel. Juda bir tunel degan narsa ko'pda bu yerda o'zi. Ey Alloh, mana qarangizlar, Alloh, manzarani qarangizlar, mashalloh. Bunday chiroyli manzara. Tunel tugaydi, yana tunel boshlanadi. Oldida mana Scania mendan avgan qilib o'tib ketdi. Oldida undan juda asta ketayotgan mashin bor ekan. Shuni izidan tushib qoldik, ikkovimiz ham 80. Bu qattiq ketyapti, men 80 ketayotgandim-da. Oldidan tushib qoldik. Iloji yo'q endi. Ha. Ayday. 70 ketyapmiz. Kilometr da tunelgacha 15 kilometr do'stlar yana. Mana quyosh chiqib yotibdi, mazza tog'ning ustida ham. Qoram bor, eyla. Tog'ning ustida qoram bor ekan. Alhamdulillah robbil alamin. Mana tog'lar o'rtasidan Alp tog'larida bu. Alp tog'lari endi shu Italiya, Fransiya, Shveysariya o'rtasidagi qor yo'l chetlarida ham bor ekan. Lekin ob-havo +7 gradus issiq. Qorlar eriyapti asta-asta. Go'zal manzara ko'ryapsizlarmi? Endi xavfli burumlarda qo'shamiz, video cho'zilib ketmasin, to'xtatib turamiz. Tog'da qarangizlar, mashalloh, chiroyli. Tog'ning chiroyliligini qarangizlar, tog'ning. Продолжайте двигаться куда? Bitta rasmga tushirib oldim-da, videoni to'xtatib turib. Mana shu tunelning uzunligi 3 kilometr 360 metr ekan. 3 kilometr 360 metr shu tunelning uzunligi. Hali oldimizda 13 kilometrlik eng uzun tunel turibdi, 13 kilometrlik. Endi bu videolarni qilishdan maqsad do'stlar, sizlar ham ko'ringizlar deyapmiz. Keyin bir xillar Italiyadan, masalan Italiyaning Milan shahridan kelayotganda o'sha Toringa yetmasa nechinchidir hozir kelayotgan yo'limning nomeri ham esimdan chiqib ketdi. Shu yo'lda ko'rdingizlar, tiket oldik. Ko'pchilik parkingga kirib tiket olmaydigan mont bilan tunelga kelib qo'yadi. Tiket olmasi, chek olmasi.
tunnelga kelib qo'yadi. Tunnelga kelgandan keyin tikitini biletni ham chekam degani. Tunnelga kelgandan keyin o'sha bilet olinmagan chek bilan pastdan bir xillab pastga qaytarib ham yurgan. Masalan, 40 kilometr yo 45 kilometr pastga qaytib tikit olib ketish kimga yoqadi? Shunday pirvolga kelyapsiz. Tunneldan o'tishga pastdan bilet bilan, ya'ni tikit bilet olmagansiz, yana pastga qaytarib yurgan odamlar ham bo'lgan. Bir xillarni ikkinchi marta tikitni pastdan olmay kelsang, qaytarib yoraman deganlarni ham eshitganmiz. Pastga qaytib tushib tikit olib ketganlarni ham eshitganmiz. Shuning uchun bu videoni foydali bo'ladi. Inshaalloh Yevropada kelib ishlayman deganlar Italiya tarafdan kelishda faqat. Fransiya tarafdan kelishda Montblanga tikit olinmaydi. Faqat Italiya tarafidan kelishda tikit olib turib boriladi. Shetib tunnelda uzunligini ko'ramiz. 13 kilometr tunnel. Tunnelda ichida necha tezlikda haydash kerak? Oraliq masofa necha haydash kerak? Hammasi shu tunnelda znaklarda ko'rsatamiz, xudo xolasa. Boraveraylik, yana 8 kilometr qoldi tunnelgacha inshaalloh. Videoni to'xtatib turaman. Mayli tunneldan chiqaylik, to'xtataman. Qanday manzara? Tunneldan chiqqanimizda bizni qanday tabiat kutyapti? Shuni ko'ramiz, keyin qilamiz. O'chiramiz. Videoni to'xtatib turamiz pakat. Xavfli burilishlar bor. Mana tunnelning chap tarafi mana ochiq. Tunnelning chap tarafi nima deydi? Tog'da o'yib tunnel qilgan chap tarafi ochiq. Do'stlar, 60 yozib qo'yibdi ekan, 75-72 ketyapmiz. Mana tabiat qarang, tabiat, mashalloh. Tabiat chiroyliligini ko'ryapsizlarmi? Продолжайте двигаться по дороге еще 7 километров. Sizlarga manzarani ko'ryapsizlarmi chiroyliligini? Terrasga tushirib qo'yay. Qor bor do'stlar, qor bor. Yana 6 kilometrgina qoldi tunnelgacha, ham 6 kilometr xudo xolasa. Tunnelning uzunligi 12 kilometr 600 metr, salikam 13. Salikam 13 kilometrli tunnel. Yana ham hozir borganda ko'ramiz. Esimda qolgani 1,5 yil oldin o'tganman. Adashmasam 12 kilometr 600 yo 11 kilometr 600 midi aniqini hozir tunnelga borganda bilamiz, lekin 11 kilometrdan uzun, yo 12 yo 13 kilometrlik tunnelda uzunligi. 15 minutlar, 20 minut, 15 minutlarda o'tiladi ichidan. Uzog'i 15 minut, ana shu atrof o'tiladi tunneldan. 12 minut, 15 minutda ichidan o'tiladi. Yana 5 kilometr qoldi xudo xolasa. To o'zi tunnelga borganimizcha mayda tunnellar ko'ryapsizlar. 3 kilometr, 5 kilometr, 2 kilometr, 1 kilometrlik mayda tunnellar. Yerga borgandan keyin bitta joylik, shu 12-13 kilometrlik bitta joylik tunnel bo'ladi do'stlar. Inshaalloh borsak hozir 4 kilometr 600 metrdan keyin ko'ramiz xudo xolasa. Tikitlar ko'rsatib ichkariga kiramiz, tunnelda chekishni boshlaymiz. Montblanc degan tunnel. Italiya va Fransiya ham bog'lab turadi-da. kilometrgina qoldi xudo xolasa. 3 kilometrgina. O'zi avtomatik olmish ekan mashina haydash. 3 kilometr qoldi. Hayda mana shu joyda tunnel. Tepadagi ko'rinib turibdi-ku. Hayda tepada sariq nima ko'rinib turibdi? O'ng tarafda tepada ana shu yerda tunnel. Shu yerdan boshlanadi. Tog'ni ko'ryapsizlarmi cho'qqini? Mashalloh. 40 tezlik 40 haydash kerak.
xavfli burumlarga keldikda 3 kilometr mashinada 2 kilometr qolib 2 kilometr mashinada o'ngga chapga xavfli burumlardan burilib tunnelga yetamiz nasib bo'lsa. Ko'ryapsizmi? Burum. Mana. Ko'ryapsizmi? Atmosferani. Burumni tog'. Aynadan bor riski burumlari bor. Chapga o'ngga chitib chiqib boramiz. 50 tezlik ekan, mashina 50 ga chiqa olmaydi podyomda. 40 ketyapmiz. Yukim-ku og'ir emas, 11 tonna yukim bor. Baribir shu ham yukda. Ama 50 ga chiqdi. 50 ga chiqib oldi. Asta-asta. Blanco, ya'ni Monte Blanco degan tunnel, Monte Blanco. Tosh tushish xavfi bor ya. 45 ga tushirib qo'yaylik bo'ladi, 50 ga yurib yotmaylik asta-asta. Shitib alhamdulillah tunnelga ham ozgina qoldi. Tog'da ustida cho'qqida ham odamlar yashayapti mana. Odamlar uylari. Hammasi mana shu odamlarning uylari. Kamera yo'qmi? Telefon qanot ishlatmaydi. 30 ga tushdi, 30 ekan o'zi. 30 tezlik. Qor ko'p ekan bu yerda, lekin quyosh chiqib turibdi. Odamlar uyining ustida 2 qarish, 3 qarish qori bor do'stlar. Eylama qarangiz. Odamlar uyining ustida qorlar. Mana o'ng tarafda polna uylar. Cho'qqini ustlarida ham uylar yashayapti shu yerda, Italiyada. Shu yerda Montblanc tunnelida cho'qqida. Xudo xolasa yetib kelib qoldik. Velosiped, piyoda yurish mumkin emas deb qo'yibdi. Velosiped, piyoda yurish mumkin emas deb. 30 ko'rsatib qo'yibdi. Bir xilda tez ketyapti. 35 ga qo'yayotgan, 35. Radar bor deb qo'yibdi-da, yigir. Asta-asta boraman. 750 metr qoldi-da tunnelgacha. Agar qorlar bo'lsa bu yerda juda qiynaladi mashinalar. Qor agar hali ham qorni tuzni qarangizlar, yo'l sho'rlab qolgan. Yo'l sho'rlab qolgan. Tuzni erita yo'l sho'rlab. Mana tunnelda ichida 150 metr ekan oraliq masofa 70 dan oshirish mumkin emas yozib qo'yibdi. Mana yetib keldik yurtdoshlar. Shu yerdan ochilibda turib o'tamiz, xudo xolasa. Tunnelga yetib keldik, aylar turibdi. Mashinalar izidan yurib asta-asta o'tamiz. 4,5 metr, yine 4 metr aylar. 4,5 metr balandligi tunnelda yine 4 metr deb yozib qo'yibdi. Hoppa. Yursa asta-asta tunnelga yetib keldik. Shu tunnel mana shu yerdan boshlanadi. Montblanc, ya'ni 13 kilometrlik tunnel. Mana shu yerdan ichkarisiga kirib, tikitlar ko'rsatib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Ey Allah, shunday gaplar guruhdoshlar, shu yerda to'xtab turamiz. Voy jonim. Endi mana videoga astagina bit ko'rsatib qo'yaman, chunki telefondan video olish taqiqlanadi. Hamma joy kameralanganda bu yerda. Mana tog'da usti, cho'qqini usti. Shunday gaplar. To'xtatib turamiz, tikitni. Mana shu tikitni ko'rsataman-da. Shu tikitni ko'rsataman, bronирование kodimni ham ko'rsataman telefonda. Az obolayam bronирование. Amma mashina yuryapti. Endi orqasidan o'tib men ham kutib turaman, mana qo'yib mana. Mana shu yerga qo'yib kutib turaman. Bu yurib bo'lgandan keyin, o'tib ketgandan keyin biz boramiz. Bitta mana shu yo'nalishi ochiq ekan, qarangizlar, o'ng tarafda tepada Gruzovoyda rasmi bilan X turibdi. O degani bu tarafdan Gruzovoy yurish umuman kirish taqiqlanmaydi, yurish taqiqlanadi. Chap taraf ochiq aylar. Chap taraf ochiq Gruzovoydagi aylar, yashil yonib turibdi mana. Mana yashil yonib turibdi. Shunday gap. Mana shu yuradi fura, shu furanizdan haydab tikitlarni, biletlarni ko'rsataman-da, o'tib ketamiz. Bitta o'tkazyapti guruhdoshlar, bitta mana fura yuryapti, izidan men boryapman. Bitta o'tkazyapti. Qarab tursanglar. Bitta o'tkazyapti.
Ozroqgina yuruvdi, yana to'xtab qoldi bu pora nimagadir. Mana shu yerdan tunnelga kiriladi-da. Shu yerdan guruhdoshlar. Shu yerdan kiriladi. Booking nomer bilan tiketni ko'rsatamiz opaga. Bismillahirrohmanirrohim o'tib ketamiz. Mana shu opaga ko'rsatamiz-da. Good morning. Oppa. This is Scott walking Scott. Shu yerda registratsiya qilyapti opam mana ichkarida. Registratsiya qilsin. Registratsiya qilib kodni beradi. Ketamiz xudo xolasa. Ana tiket berdi. Hoppa. Mana shu narsalarni berdi do'stlar. Yuramiz. Ikkovi kitobcha tushib ketdi pastga. Yuramiz. Kofilar yozib qo'yibdi mana. Kofi, mofi, tiket. Mana tiket. Короче, mana shu narsalar. Parkingga bor deydi. Chunki parkingga borishimiz refrigeratorlarda nima deydi? Hozir aytaman sizlarga, frigo. Frigo degani hayla yerda yozib qo'yibdi, frigo. Refrigeratorlarda saprovojdat qilib mana shu mashinalar mana milisalar mashinalari saprovojdat qilib tunnelda ichidan o'tkazib qo'yadi. Qor silishgan ko'p ekan bu yerda. Endi tog'da ustida qor kanishna ko'p bo'ladi-da do'stlar. Shu bitta rasm tushamiz endi mumkin bo'lsa. Mana frigo. Frigo deb yozib qo'yibdi. Frigo, qorni qarang kattaligi. Frigo degani nima? Nima deydi? Ya'ni xolodilnikli mashin. Xolodilnikli mashin uchun hozir E6 ga qo'y deyapti. 6 ga qo'yaman. Klass A E6. 6-frigoga, 6-xolodilnikka qo'yib, короче, saprovojdat qilib o'tkazib qo'yadi. Saprovojdat qilib. Chunki frigo adir yuk ortgan bo'lishi mumkin-da. Adir ortgandan keyin o'ylab ko'raverasizlar. Adir ortgandan keyin hoppa, mana to'xtadik. Adir ortgandan keyin nima bo'ladi do'stlar? Adir ortgandan keyin ilkisida portlab ketsa, mana tunnelga kirishni ko'rsataman sizlarga. Ilkisida portlab ketsa, nima qilinadi? Mana shu tunnel yiqilib qolib tushdas qochadi. Mana tunnelga kirish. Tunnelda uzunligi adashib biz 12 km 600 emas ekan, 11 km 600. 11 km 600 metr tunnelda uzunligi do'stlar. Ichi 11 km 600 metrlik tunnel. Tog'da qarangizlar, qorlarni, oho. Shunday gaplarda mana. Mana tog'. Hozir o'tishni boshlaymiz. Endi ochiradi, tog' ochiradi. Saprovojdat qilib o'zlari mana shu milisalar olib o'tib qo'yadi. Turibdi. Kecha oluvdim. 400 euro. Sanjarni jiyanidan 200, Shokirlardan 200. Guruhdoshlar mana tunnelga kirishni boshladik. Xudo xolasa bismillahirrohmanirrohim. Hayda deyapti. Juda chiroyli joylar. Bismillahirrohmanirrohim. 11 km 600 metr ekan. 11 km 600 metr ekan. Hozircha kirishni boshladik. Mana tunnelda ichi, guruhdoshlar, tunnelda ichi. Dolar 70 dan oshirish mumkin emas. Bosamiz endi. Videoni bir to'xtatib qo'shdim, bunday chappacha bo'lib qoldi. Nimadir. Hammasi uchib
kilometr 600 metr ekan uzunligi. Salikam 12 kilometr ekanda. 12 kilometr 600 metr deb ozroq adashganman. 70 dan oshirma deb qo'yibdi, heyla. 70 tezlik qo'yib qo'yibdi, 65 ketyapman ichida. Bo'ladi Girzovoyga 65 ham. Nima 70 haydamading desa deya qaysi. Mana shunday gaplar, qadoshlar. Suyitlar yorug' uchun tunneldachi qarangroq bo'lib qolyapti. Bu Italiya bilan Fransiyani bog'lab turuvchi Monte Blanc tunneli, Monte Blanc tunneli. Monte Blanca tunneli, xudo xolasa. 70 ga qo'ydim. 70 haydayam men ham hamma juda qattiq ketib qoldi oldidagilar. 70 dan oshirish mumkin emas deb qo'yibdi. Mayli. 68 ma qilib qo'yaylik, bizdan nima ketyapti? Sal bir baqiya qoladi. Tunnelda juda qisqa ekan. Ham tez ketyapmiz-da. 68 tez ozroq. Ham o'rta palasaga yaqinroq haydayapman-da, shuni hisobiga. O'rta palasaga yaqin haydayapman, chunki mana o'ng tarafga tegib ketsa rasvoda bir tarafni o'yib yoradi-da. Ya'ni nimani prinsipni tomini burchak uglini nima deydi, pavrejina qilamiz-da, shuning uchun o'rta palasaga yaqin tegib haydayapman. Bu tunnelning ichida ob-havosi juda past. Ob-havo deganda ya'ni atmosfera deyman, nima deydi? Atmosfera, toza havo, gaz deydi bu yerda havo. Toza havo juda past. Odam nafas olishga qiynaladi. Yozlarda kirsangiz nafas olish juda qiyin. Hozirgi qishda sovuq uncha bilinmaydi. Yozda mana shu toshlarda hidi sasib bitadi. Toshlarda hidi shunday sasib bitadi, irib juda bir qiyin masala bo'lib qoladi nafas olish. Yevropadagi eng uzun tunnellardan bittasi Mont Blanc bo'ladi. Shu yerdan o'tyapmiz, xudo xolasa. Svit bor uchun mashin qimillasa kamera nima qilib qolyapti, xira bo'lib qolyapti. 70 dan oshirish mumkin emas, oraliq masofa 150 metr deb qo'yibdi. 150 metr distansiya saqlang deb yozib qo'yibdi do'stlar. Hoppa. Adashmasam Fransiyaga o'tdikmi deyman. Yarmimi endi? Shuning yarmimi qanchasidir tunnelni Fransiyaga ham qaraydi-da. Qarachi, tunnelni u taraf Fransiya, bu taraf Italiya, tushunib olaverasiz. 12 kilometrlik chegarada joylashgan tunnel. Bir tarafi italyanlar turadi, bir tarafida fransuzlar turadi. Shunday gaplar, guruhdoshlar. Xudoga shukr, o'tib ketyapmiz. Necha minutlik video bo'ladi. Boshida ham bir 30 sekundini o'chirib, bunday yonboshcha video bo'lib qolgani uchun boshqatdan qo'shdim bu videoni o'zi. Ko'ramiz, xudo xolasa. Salkam 5 minut bo'ldi-da endi. 68 ketayotgan bo'lsam ham 5 minutda 6 kilometr yuraman. 10 minutma 12 minutda o'tayotganmiz-da. Nasib bo'lsa. Tushish ekan, qarangizlar, Meshergacha tepalik, cho'qqi, iyog'i tushish, pastlik ko'ryapsizmi? Eyla. Pastga tushib ketyapti mashinalar, o'zi bilinadi. Tunnel pastga tushyapti mashinalar. Oldimda fura ko'rinmay ketdi. Men eng oxiri kirdim-da. 6 tama friga, 6 tama xolodilnikli mashina kirdi. Men eng oxiri kirdim-da. Baklashga ham taqillab odam qo'rqitib beradi, o'zini taqillab ketadi.
borda suv solinayotgan taqillab ketadi. Shunday gaplar, birodarlar. İnşallah videoni YouTube'ga ham qo'yamiz. Odamlarga ham Yevropani kelmaganlarga ko'rsatuv, ham tunnelda mana shu mont bilandan o'tish bo'yicha video qo'llanma bo'ladi. Bir marta ko'rgan odam kelib tushunib, shunga qarab vaziyat qarab o'tib ketaveradi. Keyin koordinatalarni ham ekranga yozib qoldiraman. Italiyadan tiket olayotgan joyda koordinatasini videoni ekraniga yozib qoldiraman. Milan shahridan kelishda tiket olinayotgan joyda koordinatasini. Shu yerga kelib tiket olib o'tib ketasizlar. Montblanga kelib tiketni ko'rsatib. O'zi menejer bronирование, ya'ni buyurtma qilingan, zakaz qilingan raqam beradi. Baribir pastdan tiket olmasa ham bo'lmaydi. Bir sira mashina nomerlarini saqlanib qilib qoladi. Shunday pastda daftarda ikkita bachcha yozib yotuvdi nomer. Tiket berayotgan joydan bitta oldi parkingda. Bir sira mashina tekshirib o'tkazyapti-da. Mana yaqinlashdik, foraga 60 ga tushiramiz. 70-68 haydab yetib oldik-da. Gap bilan o'zi 75 ga inib ketibdi mashina. 70 ga qo'yib, 68 ga qo'yib 73 lar ketibdi. Inishda 5 tezlik inib ketadi. Nima deydi? Cruise control degan narsasi bor, ya'ni tezlikni bir xilda kontrol qilib o'zi tekshirib beradi. Masalan, 80 ga qo'ysangiz 80 ketadi. Tepalikka chiqayotganda 60 yuradi mashina, pastga tushayotganda 85 dan oshmaydi. Cruise control ya'ni tekshirib tezlikni o'zi belgilab, shu qo'yilgan tezlikdan oshirmay yurgich sistemasi bor, mashina miyasida cruise control degan narsasi. Shunga qo'yib qo'yiladi. Agar bu mashinalarda, furalarda gazni bosib yursangizdan oyoq og'rib ketadi, to'g'risida. Masalan, har kun 8 soat gazni bosib yurishda oyoq tomir tortib qoladi, to'g'risi. O'zi 2 soat, 3 soat gazni bosib yursangiz oyoq tomir tortib qoladi. Shuning uchun faqat shopir nima qiladi? Rolda ushlab ketaveradi, bo'ldi. Shopirda esa rolda ushlaydi, ketdi shuni. Rolda ushlab ketaveramizda. Xudo xolasa boya video bilan 9 minut bo'ldi, do'stlar. 9 minut yurdik. Adashmasam yana 1,5 kilometr qoldi deyapti. Yana 1,5 kilometrdan keyin tugaydi deyapti. Mana u ham buncha o'rtadan haydaydi. Qalasam bosaman deb kelyapti, tomosha o'rtadan haydab. minut ekanda, 10 minutda o'tilayotganda ichidan 11,5 kilometrli tunneldan 10 minutda o'tish ham yaxshi. Buyog'i sal insizroq ekan. O'rtalari inniydi tunnelgacha, buyog'i insiz ekan. Odam baribir ozroq bo'lsa ham havosa bosa degani yo'l juda qisqa. Bu tarafni bosib yorsangiz tiyib ketishi mumkin. Nimasiga? Bakovoyga, Gurzovoylar Bakovoyga. Bu chap tarafni bossangiz, o'ng taraf Oqbalasani bosib yorsangiz yelkani, ya'ni prinsipli o'g'ilini, burchagini ishqab olishingiz mumkin do'maloq joyga. Shuni hisobiga qiyin. Odam mana Gurzovoy kelyapti, ozroq havosa bosadi-da. Rolda sal bu yoqqa o'tmasa bo'lmaydi, baribir to'g'ri ketib qolsa ham bo'lmaydi. 50 ga yozib qo'ydi. 50 ga tushiramiz endi, 50 ga yozib qo'ydi. 500 metr qoldi, exitgacha, chiqishgacha 500 metr yozib qo'yibdi. 50 ga tushiramiz endi. 50 dan oshirma deb qo'yibdi. Shunday gaplar guruhdoshlar, mana boya birinchisida olgan 1 minutma yarim minutlik videomiz mana o'zi 11 minutlarda
davomida ishlatmayapti deb turib tekshirib turibdi-da politsiyalar. Xudo xolasa mana tunneldan ham chiqib oldik do'stlar. Politsiyalar hammasi red qilib yapti. Bular fransuzlarni politsiyalari red qilib yapti hammasi. Fransuzlar politsiyalar turib olgan. Mana ustini ham o'lchab yapti. Bismillahirrohmanirrohim. Mana tunneldan tushish, tunneldan chiqdik guruhdoshlar. Fransiya ashir qo'yamizda seminar ochib olamiz. Chunki har bir davlatga o'tganda nima deydi, seminarni yangilab olish kerak. Yuramakan. Yurmaykan bu mayda beraman. Yurama dedim chunki seminarni 20 kilometr ichkarida ochsam, 7%. Ayla o'ng tarafda 7% podium deb qo'yibdi. O'zimizda Andijon, Namangan, Pirvolda 12% lik podium, bu yerda 7% ekan. 7% degani bunday pastga inish 7% degani. Asta-asta tushamiz. Shunday gaplar. Bu yerlarda qor bo'lsa, mashina qochib ketishi mumkin. Qorda juda qiyin guruhdoshlar. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Tushishda. Cho'qqani ustidan tushyapmiz-da. Tunneldan chiqib tushish. 3,5 tonnadan pasti 50 dan oshirmasin deb qo'yibdi. Biz 35 ga ketyapmiz. Biz ham 35 ga 40 ham tezda. Jonivor bu yerda 40 tezlik ham odam shashiradi-da. 40 tezlik ham shashirib deylaydi odam. To'g'risi-da. Riski burunda o'ylab ko'ring, 40 tezlik shashirib deylaydi odamni. Ham timbolim pastga qarab tushib oladi. Mashinaning ko'ti ko'tariladi, tomchig'i pastda. Baribir havosa bosatdi odamni o'zi. Ya alhamdulillah robbil alamin o'tib ketdik. Yomon chiroyli mashinaga daf tanar, ya'ni tosh tashiyotgan mashina juda chiroyli ekan. Mashinalar chiqib kelyapti, ko'ryapsizlarmi? Öyle bas. Maşınlar çıkıp gelişiyor. Ne yaptılar? 21 şey dedik koyup. Riske vurulmakan bana. 21 şey dedik koydu bana. Riske vurulma asbol. Görünüzler. Aşağıdan 21 şey dedik. Sinek verip koymuş. Öyle nerede kamerayım var ekan yigir. Mana öyle. O'ng tarafda oppoq kamera turibdi-ku, zinakni ustida. Hava plus 4 gradus ekan. Yozda ham ko'p yerlar shunday bo'ladi. Az quyosh chiqib turibdi-da, bo'lmasa minus bo'lib qoladi, qor bor. Riski burumlari bor bu yerda ham. Alhamdulillah alayhim qorda o'tmayapmiz. Qorda juda qiyin tayib ketish mumkin. 25 riski burum, 25 dan oshirma deyapti. Mashina tayib kirib ketib qolasan bunaqa deyapti. Qor yo'q, baribir riski podiyomda Mirzovoy baribir qiyin Mirzovoyga. Shunday gaplarda tushyapmiz. Tekis yo'lga chiqqanimizcha ozroq deb haydab turamiz. Jonivor men 50 ga qarab chiqib ketib qolyapti. Birdan 50 ga yuraman. Mashinam asta-asta yur deb qo'yaman. O'zi 50 haydasa bo'ladi, endi asta-asta haydayapmiz. Ketib tunneldan o'tdik. Mana Fransiyani Alp tog'lariga kelolmaganlar ko'rdingizlar. Sog' bo'lasizlar, videoni to'xtataman shu yerda. Bu yo'l, shunday yo'l tog'.